bo'ldi. Inamarkadan patentladim-ku. Jigari ham patentlayman desam, voy, hamma negativ yozdi. Nima jigar sani gapingmi? Ota-bobongdan qolganmi? Endi nima jigarli gruppasini o'chirib tashlaymizmi deb jigar oddiy tushuntiraman. Evs patentlaganmi? Gapirsa bo'ladi. Coca-Cola patentlaganmi? Gapirsangiz, yozsangiz bo'ladi. Faqat brend qilib turib, ya'ni do'kon ochamiz yoki qanaqadir mahsulot ishlab chiqara olmaysiz. Eng to'g'ri qilgan ishlarimdan bittasi qachonlardir masha bo'lib chiqishi mumkin. Jigar nimadir mahsulot chiqarib qolamiz biz ham. Agar siz hali ham qanaqadir brendingiz bo'lsa, patentlamagan bo'lsangiz, обязательно patentlab oling. Men bir marta bitta joy ochganman, 2-3 yil yurganimdan keyin o'sha logoyni patentlab olishgandan keyin o'zgartirishga majbur bo'lganman. Siz ham shunaqa bo'lmasligingiz uchun intellektual patentlash markazi. Mana shu jigarga aloqachi. Murojaat qilinglar, albatta Xudo xohlasa Nodir xo'ja akamning nomidan chiqsanglar, skidka qilib beramiz. Shoshiling, skidka qilib bering lekin.